Italiyada bir shu masalada diskussiya bo'lgan, ya'niki universitetlar mana bu zamonaviy texnologiyalar hayotimizga chuqur kirib kelgandan keyin o'zini asosiy funksiyasini o'zi bajaryaptimi, ularga shu dolzarbligi kerakligi qoldimi o'zi universitetlar degan masala ko'tarilgandi, ehtiyoj bormi deganda, ya'niki siz Garvardga kirmay turib, o'sha palon pulni to'lamay turib, lekin uni kurslarini onlayn bepul ko'rishingiz mumkin yoki o'sha talabalar o'qiyotgan kitobni bemalol topib o'qishingiz mumkin. Bir qiziq fikr yangragandi, ya'niki hozirgi vaqtda universitetlarning asosiy funksiyasi bu tabaqalashtirish va kerakli shaxslarni bir-biri bilan bog'lab berish. Ya'niki tushunarliki, siz Garvardga 100 mingga yaqin dollar pul to'lab, siz u yerdagi bilim uchun emas, siz bo'lajak prezident, bo'lajak Google o'sha boshqaruv raisi yoki shunaqa o'zingizga doira yaratishga harakat qilasiz. O'shalar bilan tanishish, o'rtoq bo'lish, tabiiy ravishda tanishish, kursdosh bo'lish, tabiiy ravishda tanishish va shu nuqtai nazardan asosiy funksiyasi ta'lim berishdan ko'ra networking, ya'niki insonlarni o'xshash maqsadli insonlarni bog'lash degan fikr yangraganda, men uchun qiziq tuyuldi.